Hammaga shunaqa kvartiralar nasib qilsin. Bizlar Ruday ko'chasiga kelganmiz. 88 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Qizil domdan bizlar turgan joy mehmonxona, ko'rishlaringizdek bizlarda TV zona qilingan, podstavkalar qilingan, dekoratsiyalar qo'yilgan va bu tomonda bizlarda mягкая zona joylashgan. Divan, stol va kreslolar o'rnatilgan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mehmonxonadan chiqishimizda mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi, ikkita krevat o'rnatilgan, new klassika stilda kvartiramiz remont qilingan va mana bu tomonda esa bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda bizlarda 4 kishilik stol o'rnatilgan, balkon qismi ham bor, kuxonniy garnitura, gazli plita, вытяжка, стиральный mashinka, холодильник, rakvinalargacha o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasi ham did bilan remont qilingan, krevat, telefonlar o'rnatilgan va o'zini отдельно mana bu yerda bizlarda sanuzli ham bor. Polностью kvartiramiz jihozlangan, new klassika stilda remont qilingan, kadastr hujjatlari tayyor. Bu shifoner kattalar yotoqxonasiniki bo'lyapti. Bundan tashqari bizlarda отдельно garderob ham bor, mana bu yerda joylashgan. Xohlasangiz kiyim-kechak qo'ying, xohlasangiz bonkalar qo'ysangiz bo'ladi va koridor qismi polностью kafil qilingan, sopol qilingan, asosiy kirib kelishimiz eshiklar polностью smart va prixoja mebel o'rnatilgan, shitlar yevromontaj qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda общий sanuzl joylashgan. Qaytarib o'taman do'stlar, kvartiramiz Qizildomda Ruday ko'chasida joylashgan. 88 kvadrat va narxi 115 ming. Yana savdosi bor, kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlariga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.